Juma kuniga kichkina hadyam bor edi. O'shani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ehson mukofoti ehson degandek, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Umid opa, xush kelibsiz. O'g'illarimiz bilan turadigan ekansiz. Baxtliman, rohatini ko'ring. Mana bugun men ehson sifatida chiroyli ehson o'tkazyapman. Ehson mukofoti ehson degan har bitta ayolni tabassum ham ehson hisoblanadi. Men bugun sizni chiroyli qilib, jumaga hadya qilib bermoqchiman. Rahmat. Xudo xohlasa bo'lsin, tanjiringiz sog' bo'lsin, ishingizni rivojlanib bersin, qo'l ko'zingiz tart ko'rmasin. Rahmat opajon.